O'g'limiz bu qitimqi imtihonda 98 olibdi-mu? Barakalloh. Qo'shnimizning bolasi 100 oldi. Uning nima deysiz? Ha? Ammo qomlashmabdi. Amma o'zimga qilmaysiz-ba? Tik 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 tik. O'g'lim, Jallaq. Nima dedi? meni ko'rib topshiriq yozgandek bo'ldingmi? Yo'q dedi. Siz nima u yoqqa qaraysa? O'zing gaqilding-ku dedi. O'lja oldimi? Nima o'g'in ish qilmaysa? Topshiriq yozayotman-ku mana. Siz nima qaraysa? O'zamon gaqolsang. Men gaqsam qaraysa degina. Dars vaqtida haqla gaqisa qachon ha? Yo'q dedi. Oldimi? Ma'qul. Siz nima topshiriq yozmaysa? Yozayotman-ku mana. Men gaqaytuqdek oldingmi? Gaqila gaqmaysan-ku. O'zing gaq. Og'zingni boshlanishni puttiray deb qolding. Ya'ni kayningni jiramdiqmi shunda? Dada men to'liq o'tirib bir o'qiyapman. Men bilaman. To'liqsizning darsiga tas. Ya dada men to'liq o'tira. Oldimi? Og'zingni jitdirmayli bu. Menchi mana. Sen vaqtimda beshimni kitobdan ko'tamay ish qilatdim. Dada sen savotsiz da'vatdan qo'yzangni. Og'zingni jitdirma gaqma deyapman. Gaqmaysan-ku. O'zing gaqma deding-ku. Og'zing shuma. Sening hozir sharoiting yaxshi, ha? Men kichik vaqtimda nada bunday yaxshi fursatlar bor, ha? Sen haqni boqaman debman. Boshlang'ichdimi bittamay chiqib ketganman. Gaqmaysan-ku. Topshiriq yozayotmadi da. Endi o'ginni olib ketdingdegina. Tirish javob ketding tuyuqsizda, ha? Odatda mushunda o'rgansan-chu. Yozmay qarab tursan-ku. Bir qiyin savol o'tdi dada bilmadim. Qiyin ish yo'q olamda. Ko'ngil qo'ygan odamga Dada bir savol botdi so'raydigan. yoshlik odamning zilvo bir chig'i. To'limi qisqa, uning umri biroq. Dada bir savol o'tdi so'raydigan. So'ra. Dada men X ning qimmatini faqat topolmayapman. Barnama bos, kashkish qimmati qilaysiz-senka. Azarak yo'qmi-ka? Kichikginam turib, nima qo'y desang badqashlikni. Pul qashlayman deb turgan. Meni pul topmagan olsam-mi-ka? Bo'ldi, o'qishimni qabuldi. Chiqatdim. 抖音。